Men tek tayyorlanib bo'lmagandim. Mening qo'lim, putum yo'q. Ammo men yanada bu kichik put bo'lganligidan minnatdor. Kishilar meni tunji qitim ko'rganda hamisha qo'rqib ketadi. Baqqaltis. Bir qitim men o'zim yolg'iz suv seyrilg'ish o'ynag'ili bordim. Seyrilib tushishga o'chrat bo'lib turayotganlar boshqalarning qanday seyrilayotganligini ko'rib turardi. Men seyrilib tushganda ularning hammasi hayron qilishdi. Mana bundaq. Shu vaqtda o'zimga qarab qo'yib, ondan bilmaganga silib, ularga nima ish oldi degim keldi. Men ilgari diqqatimni men qilolmaydigan har xil ishlarga qartab olgan edim. Davomli men ega bo'lolmaydigan yoki men ega bo'lishni xohlamaydigan narsalarni o'ylaydim. Shuning bilan men o'zimda bor bo'lgan barliq narsalarni unutib ketdim. Men bu hayotimda qo'l va putga erishishim kerak deb o'ylaydim. Bu o'ylagan bilan bitadigan ish emas edi. Men hayotda yashash mezoni borligini his qildim. Biri minnatdorlik. Ammo minnatdor bo'lish ancha oson emas. Men 8 yoshga kirganda mengu to'y qilolmaydiganligimni, mengu xizmat qilolmaydiganligimni, hayotlik nishonimni mengu topolmaydiganligimni his qildim. Men ayolimning qo'lini tutolmaydigan tursam, qandoqmi yaxshi er bo'la olayman? O'zni tuvan ko'rish bu eng cho'ng aldamchilik. O'zini qimmatimi yo'q deb qarash eng cho'ng yolg'onchilik. Men qaltisib ketdim. Oh, bek soğukkan. Qo'lim muzlab qaytib qoldi. Men hayotlikni so'yman. Nurg'un kishilar mendan nima uchun davomli kulib yurasiz deb so'raydi. Men bu nihoyatda uzun, ammo intayin oddiy hikoya deb javob berdim. Ba'zida kulay debmi kulanmayman. Ba'zida siz o'ylamagan, siz tushunmaydigan ishlar bo'ladi. Siz qanday qilishni bilmay qolasiz. Bu hayotlikdagi to'lqinga o'xshaydi. Siz to'lqinning qanchalik vaqt ko'tarilganligini bilmaysiz. Men bugun siz bilan men o'rgangan hayotlik prinsipi to'g'risida o'rtoqlashmoqchi. Buningdan sizmi foydalansangiz bo'ladi. Taqat qilish go'zal axloq. Ammo taqat qilish uncha oson ish emas. Men garchi ayolimning qo'lini tutishga amalsiz bo'lsam-mu, ammo vaqti soati kelganda men uning qalbini uta olayman. Men qo'lim bilan emas, qalbim bilan uning qalbini utaman. Bilamsiz, yemak-ichmak tartibi qalaymaqalashib ketgan qizlarning ko'pligidan kishi ajablanadi. Oilasidagi qiyinchilik tufayli hayotdan norozi bo'layotgan kishilarning ko'pligimi kishini hayron qoldiradi. Bu yerdagi har bir qizchaq, men sizdan hozirdan boshlabla o'zingizning go'zal ekanligingizni bilishingizni umid qilaman. Sizning asli qiyofatingiz eng go'zal. O'g'illarcha, sizlarmi eng qaltis. Bu DVD'dagi o'zimning qiyinchilikdan g'olib kelish kechirimlarim orqali ko'pchilikka qanday qilganda boshqa nuqtada turib hayotlikdan huzurlang'ili bo'ladiganligini bildiraman. Minnatdorlikni mangulik orzu qilish, uningdan mangu voz kechmaslik lozim. Men davomli bolalarga, yoshlar, o'smirlarga va boshqalarga hayotlikdagi muhim prinsip va buningga tutgan pozitsiyamni so'zlab beraman. Hammamiz birlikda qiyinchilikdan g'olib kelaylik. Qo'lingiz, putungiz bo'lmasa-mu, andish qilmang.